ko'rgan yigitingiz bo'lsa ham, qanday ovqatli shahzodasi qanday bola bo'lishi kerak? Orzungizdagi shahzodasi qanday bola bo'lishi kerak? Men ham bo'ydoq, siz ham bo'ydoq, balkim yulduzimizga to'g'ri kelib qolar. Aldamang, multik bor-ku. Kim? Multikiz O bor-ku. bilan o rasm tushirib olay, Guch akam birinchi marta padarak ko'ryapti menga Guch akam. Shuncha paytdan beri tekinga batl tomosha qilib, shunchadan beri bittagina mana 200 talik voy akajon rasm tushib oldim 3 ga 4. Uyim darqasiga portret qilib ilib qo'ymoqchi bo'lgan sovg'angizda aka. Multik tanimayman, multik kim edi u multik? Birinchi muhabbatingiz. Birinchi muhabbatim mana. Kim? Birinchi muhabbatim. Birinchi muhabbatim oppoq edi, quloqlari uzun. Zarinami? Ha, Zarina. Yo'q, ismini bilmayman lekin, ismi nima qo'yilgan bo'lsa uni. Ismini onasidan so'rab ko'rmagan ekanman-da. Atlanta? Yo'q. Adashtiryapsiz, u bola boshqa, u bola Diyor, men Sardorman. U Diyor u, menga o'xshab ketadi. Aldaysiz-ku Sardor aka. Voy, u bola siz videolarda ko'rgan qizlar bilan yurayotgan bola Diyor, men Sardor. Men umrimda qiz bola bilan gaplashib ko'rmaganman, birinchisi siz. Mayli. Ovqatli shahzodasi qanday bo'lishi kerak? Ovqatli shahzoda? Ha. Erkak bo'lsin bo'ldi. Endi hamma ham erkak, qanday erkak bo'lsin bo'ldi. Nima, erkaklar qirilib ketdimi onasini desa, yarimichali erkaklar ko'payib, erkaklar qirilib ketdi. Qirilib ketganda shu uchun aytyapman. Tavba qildim. Qanday erkak bo'lish kerak ekan, o'g'illar? Erkak bo'lish. Men sizga ayolga turmushga chiqasiz demadim, hamma ham erkak. Siz mana to'g'ri tushuningda, aka. Voy, yoshi nechida bo'lsin, bo'yi qanday bo'lsin, xarakteri qanday bo'lsin, nima ish qilsin? O'ziga yarashadigan ish qilsin, avvalambor. Inson bo'lsin. Bo'r aka, bo'rini emblemasini qo'yib qo'yibsiz. Voy, bilar akajon rasmga tushirib oldim, qo'yib qo'yman orqamga emblemasiga, ko'rsatmasin. Orqamga qo'yib qo'yaman, joni sog' bo'lsin. Lekin bo'yingizda razmer necha? 1.65. 1.65. Shu erkaklarimdan kelgansizda. Vesiz necha kilo? Vesim shu 55 mi? Shunday bo'lishi kerak. 55 kilo, shunday bo'lishi kerak. Lekin standart ekansiz, ko'rsatmasin. Bu xalira yo'q-a, to'y qilish, uylanish, erga tegish planlaringizda yo'q. Hayotingizda, xayolingizda ham. O'zi sir bo'lmasa nima ish qilasiz? Kalbasa bo'lsa ham ayting-chi. Unaqa demang, ha? Qandaydir nimadir ish qilishingizni so'rayapman. Yomon narsa demayapman. Yomon narsa yo'q. Salonda manikur, pedikur, salon, ko'rsatmasin. Rahmat. Ismingiz nima dedi? Muhabbat dedingiz, ha? Muhabbatxon. Pasportda ham muhabbatmi? Da, pasportda ham muhabbat. Do'stlar, men muhabbatimni topdim. Yaqqol muhabbatimni topdim, ko'rsatmasin. Mana ertachi uyg'onishdi, kunduz kuni uyg'onishdi. Mana plyuslardan biri ekan. Mana muhabbatimni topdim akalar. Yaqinda to'yimiz. Nasib bo'lsa birinchi to'yimiz Qashqadaryoda, ikkinchi to'yimiz Buxoroda, uchinchi to'yimiz Dubayda o'tkaziladi. Hammalaringizga lutfan, qalban sizlarga taklif qilaman to'ylarimga. Bular Hali rozi bo'lmadim-ku. voy, rozi qilaman-da sizni. Sizni rozi qilaman-da, xudo xolisa, borman-da. Hali so'ramaysiz-ku. Endi bizda shundayda, qiz yoqsa bo'ldi, rozi bo'lishmasa o'g'irlab olib qochib ketiladi. Bizda shunday. Sizlarda mahrga nima beriladi, mahrga? Gelik-pelik so'ralmaymi? Yo'q, unaqa emas. Nima so'raladi mahrga? Vafo. Bo'ldi, vafodor bo'lamiz.
Umuman qizlar bilan yurgan qilmaymiz. Qizlar bilan yurgan qilgan kunimiz tilimiz kesilib ketsin. Tolka vafodorlik bo'lamiz. Tolka qo'ltiqdagi tirnoqqa, qo'ltiqdagi zanimatsiya qilamiz. Давай, balkonchi. O'lay. Chiroyli qiz ekan. Xo'sh-bichi, mana Buxoroda ham chiroyli qizlar bor desam ishonmaysizlar. O'g'lar, Buxoroda ham chiroyli qizlar bor. O'zbekistonimizda Buxoroda ham shunday istarali, chiroyligina, akkuratli qizlar bor desam sizlar ishonmaysizlar. O'g'lar. Bilmaysizlar-da sizlar bilmaysizlar-da. Bu akula degan taxallus qayerdan kelgan sizga? O'zimga yoqadi akula, shu uchun qo'yganman. Akulani tirigini ko'rgansizmi? Ligini ko'rmaganman. Akulani tirigini mana men ko'rganman-da. Akulani tirigi o'ta yirtqich bo'ladi. Bu rasmdagidek bo'lmaydi. Akvariumda ichida ko'rganman, kattasini ko'rganman. Unda 3 shoxlilarini ham ko'rganman akulani. Dubayda borda. Akulaga tortmaymanmi? Lekin tortasiz, qandaydir anonga ham tortasiz. Shunga Turkman otiga. Turkman ot. Ot bo'ladi-ku, ot. Turkman ot, nima aytadi nomi? Mashhur ot, Turkmanistonda oti. Nima edi shuni oti? Nima aytadi? Turkmanistonda oti nima aytadi? Ha. Ahalteki. Turkmanistonda oti. Zottor otda Turkmanistonda oti. Bitta Turkmanistonda o'sha otlarni anosiga tortadi. Siz Buxoroni qayerdansiz? sentrdan. Sentr shahar o'zidan, Gorutdan. Ko'sta emas. Malades. Bir boraman Buxoro tomonlarga, men mehmon qilasizmi? Qamaysizmi mehmon? Yo'q. Ye? Mehmon qo'yaysizmi? Qiz bola mehmon qilmaydi-ku. Nima uchun mehmon qilmaydi? Mehmon do'st bo'ladi hamma odam. Mehmon qilmagan ketamiz akalar. Mehmon qilmagan xafa bo'ldim, ketamiz. Bo'pti, mayli Akulaxon. Salomat bo'ling, davay. Mayli. Xudo. Tavba qildim. Sizda ham menga farqi yo'q, chiqsa chiqaversin. Malishni gapirmadim-ku. Marjonchi. Nima edi? Tajichka deydi. Tajichka emasmi? Marjonchim, rahmat-ku. Что там? Bu kaka qilasiz? Yaxshimi? Rahmat. Vay. Серьезно? Уже видео ketdimi? Balkonchi. Rahmat. Video ketdi. Aniq. Mayli. По-русски понимаешь? Не знаю. Ketaversan deydi. Mayli. Jennifer qish o'rgatding. Окей. Efir o'chmaysiz Marjon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mehmon qilmaysan dedilar.